Assalomu alaykum. Vision Sprint Auto kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugun siz uchun shunday yangilik tayyorladikki, agar videoni o'tkazib yuborsangiz, keyin juda muhim ma'lumotlarni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Shuning uchun oxirigacha biz bilan qoling. Chunki bugun sizni Chevrolet Damas 2026 haqida kutilmagan, hatto o'zingiz ishonmaydigan darajada katta yangilik kutmoqda. Bu O'zbekistonga xos maxsus dizayn, yangi funksiyalar va eng muhimi, ko'pchilik yillar davomida kutgan o'zgarishlar. Gracias Chevrolet emas, necha yillardan beri deyarli o'zgarishsiz ishlab kelayotgan model nihoyat yangilanmoqda. Ko'pchilik bu mashina o'zgarmaydi, avvalgi kabi qolaveradi deb o'ylagan edi. Ammo 2026 yilgi yangi model hamma taxminlarni teskariga chiqardi. Ammo agar videoni o'tkazib yuborsangiz, eng e'tiborli jihatlarni bilmay qolasiz. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Damas 2026 birinchi katta o'zgarishi, tashqi dizayn. Bu safar Damasga yanada keskinroq chiziqlar, zamonaviy LED chiroqlar va aerodinamik shakl berilgan. O'zbekistonga maxsus ishlab chiqilgan variantda esa old bumper va yon chiziqlarda milliy bezaklardan ilhomlangan elementlar qo'llanilgan deyishmoqda. Bu esa uni nafaqat funksional, balki o'ziga xos, faqat bizga tegishli modelga aylantiradi. Tasavvur qiling, oddiy Damas emas, balki milliy ruh bilan uyg'unlashtirilgan yangi avlod avtomobil. Ammo bu faqat boshlanishi. 2026 yilda Damas ichki salon bo'yicha ham mutlaqo yangi dunyoni ochadi. Avvalgi modellardagi eng katta muammolardan biri shovqin, qulaylik yetishmasligi va minimal texnologiyalar edi. Endi esa salonda ovoz izolyatsiyasi kuchaytirilgan, o'rindiqlar ergonomikaga moslashtirilgan, haydovchi panelida esa raqamli displey paydo bo'lgan. Raqamli panel bu Damas tarixida ilk bor. Lekin yana takrorlayman, agar videoni o'tkazib yuborsangiz, bundan ham muhim funksiyalarni bilmay qolasiz. Endi sizni hayratda qoldiradigan eng muhim yangilik, Damas 2026 uchun yangi, tejamkorroq va ekologik toza bo'lgan dvigatel ustida ishlangani aytilmoqda. Avvalgi modellardagi kuchsiz tortish, baland yoqilg'i sarfi va baland vibratsiya kabi kamchiliklar sezilarli darajada kamaytirilgan. Bu esa nafaqat haydovchilar uchun qulaylik, balki xizmat ko'rsatishda ham tejamkorlikni anglatadi. Bundan tashqari, xavfsizlik tizimlari bo'yicha ham sezilarli yangiliklar mavjud. Yangi modelga apps, haydovchiga yordam beruvchi tizimlar va hatto ba'zi variantlarda orqa kamera qo'shilmoqda. O'zbekistonda yuqori talab bo'lgan ishga, bozorga, xizmatga mos oddiy transport tasviri butunlay modern ko'rinishga o'tmoqda. Yangi imkoniyatlardan biri, yuk joyining kengaytirilgan varianti. Tadbirkorlar, kichik biznes egalari, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar uchun bu juda katta qulaylik. Eshitishimcha, maxsus O'zbekiston edition versiyasida qo'shimcha konditsioner varianti, sportlar, hatto ichki yoritishning moslashtirilgan rejimlari ham bo'ladi. Shuning uchun ham aytayapman, videoni oxirigacha ko'rmasangiz, eng kerakli ma'lumotlarni qo'ldan boy berasiz. Bu yangilikning eng katta sirlaridan biri, uning narxi qanday bo'ladi. Ayni paytda ma'lumotlar yashirilmoqda. Ammo taxminlar shuni ko'rsatadiki, yangi funksiyalar bo'lishiga qaramay, ishlab chiqaruvchi narxni imkon qadar cho'ntakka mos darajada ushlab qolishga harakat qilmoqda. Chunki bu model aynan O'zbekiston bozori uchun muhim strategik ahamiyatga ega. Endi tasavvur qiling, uzoq yillar bir xil bo'lib kelgan mashina nihoyat zamon bilan birga qadam tashlayapti. Damas 2026 faqatgina transport emas, balki yangi qulayliklar, yangicha haydash tajribasi va milliy ruhga moslashtirilgan dizayn bilan qaytmoqda. Bu haqiqatdan ham katta o'zgarish va yana bir bor eslatib o'taman. Agar videoni o'tkazib yuborsangiz, juda qimmatli va kerakli yangiliklarni bilmay qolasiz. Chunki biz hali sizga ko'p sirlarni ochamiz. Vision Sprint Auto kanali har doim eng birinchi bo'lib, eng yangi avtomobil yangiliklarini taqdim etadi. Shuning uchun biz bilan qoling. Bu yangi Damas haqida yanada ko'proq ma'lumotlar bo'ladi. Eng muhimi esa bu hali hammasi emas.